Mana u ekib qo'yib sotib olsam bo'ldi emas. Men mehnat qilib pul olaman. Nodir Ajikalni kuzatib boruvchilar bizga kecha skidka e'lon qildik. Xudo xolisa mana bu kartamizni ham xudo xolisa tozalab o'tishdi. Qolmadi. Bir klientimizga 50 ta qo'yib beramiz. Qolmadi. Xo'p, hamma komment yozyapti. Bizda Qashqadaryo, Vodiy, bizda 200 ming, bizda 100 ming, bizda 150 ming. Olib keling operator. Mana bitta ko'rsating, stolning yo'g'onligini ko'rsating. Olib keling, bu 7-8 yillik archalar. Bu sizlarning archalarga o'xshagan 1-2 yillik archalar emas bular. Bu 850 ming so'm. Buni 1 yilda 2 martadan kesilgan bu. 6 yil kesilgan bu. Bu unaqa ana sizlarni ko'rsatgan archalarga tenglashtirmanglar buni. U bilan buni farqi katta bo'ladi. Sizlar komment yozyapsizlar, hamma noto'g'ri tushunib qoladi. Unaqa narsa haqida gapirmanglar. Sizlar buni sifatini qaranglar. Ko'ryapsizlarmi sifatini? Ekib qo'yib bitta kesildi bo'ldi emas. Bu ichi bilan to'la olib mana ko'ryapsizlarmi ichini? Zichligini ko'ryapsizlarmi? Sizlarni 150 ming, 200 ming archa deysizlar. Noto'g'ri ma'lumot bermanglar. Faqat to'g'ri ma'lumot beringlar. Men bu yerda vaqtimga pul olaman. 6 yil kesib, qaraganim uchun pul olaman men. Mani ekib qo'yib sotib olsam bo'ldi emas. Men mehnat qilib pul olaman.